Assalomu alaykum. O'zlashtiring. Assalomu alaykum. Men Asrorbek, Namangan viloyatidanman. O'zbekistonda o'qigan. Qaysi davlatga va qaysi universitet? Latviya davlatiga, Riga universitetiga. Nega biza bilan jam konsalting bilan ishlashga qaror qildik? Men oldin juda ko'p konsaltinglarni surishtirib ko'rdim, qidirib ko'rdim, gaplashib ko'rdim, itlar bilan ham gaplashdim. Solishtirib ko'rganda sanki ancha yaxshi bo'ldi, qulay ekan, narxlari ham qulay. Keyin boshdan oxirigacha sizlar yordam bergansizlar. Hamma joyga nima qilishlarini hammasini aytgansizlar. Shuning uchun sizlarni tanladim. Sizlar jamoa ham, hamma jamoa zo'r bo'lsa, olish oson bo'ladi. Bizlarni tanlaganingizga uchun rahmat. Endi viza haqida gaplashsak, qachon vizaga topshirdik va qachon? Aynan bugun biz chiqishimiz bilan siz vizangizni oldik. 16-kuni topshirgandi. Iyulda. Iyulda 2016-yil. 2 marta telefon qilishdi, ikkinchisida chaqirishdi o'zi. Chaqirishganda 30-kuni xonaga kirdim. Elchixonaga o'zi qanaqa tayyorgarlik bo'ldi? Biza bilan qanaqa bo'ldi? Bizni chaqirdiingiz o'zi. Bir kun oldin keldim bu yoqqa. Yaxshigina tayyorgarlik ko'rdik. Ertalabdan kechgacha shug'ullandik. Ataka elchixonaga kirish uchun yaxshigina tayyorgarlik bo'ldi. Ertasi kuni elchixonaga kirdim. Uncha oson emas edi. O'rtacha normal darajada bo'ldi. Men uchun uyga ketyapsan deyishdi. Maqsading nima? Sponsor kim deyishdi? Sponsoring. Hammasiga o'zi tayyorlangan. Javob berdingiz. Hammasiga sizlarga. O'zbekistonda o'z speaking zo'r emas. Speaking yaxshi emas edi. Bir kun oldin kelib tayyorlanganim uchun mana shu yuzlarda qo'yib ko'rsatdim. Bizlar anaqa. Endi vizani 31-yil bilan oldik. 2016-yil. Biza haqida fikringiz qanaqa? O'zingizdan nima deysiz? Sizga yoqdimi biza bilan ishlash? Bilan ishlash men uchun juda oson bo'ldi. Juda ko'p harakat qilmadim men. Sizlar o'zi hamma narsani qilib berdinglar. Sharoitlar, qayerga borish, nima qilish, hujjat taklif, hammasini o'zinglar qilib berdinglar. Bilan ishlash men uchun zo'r bo'ldi, yaxshi. Talabalarga nima maslahat bergan bo'lyapti? Talabalarga kelishsin, sizlar bilan ishlashsin. Boshqa qidirib ko'rishinglar mayli, lekin bu yoq ancha yaxshi. Men qidirib ko'rganimda narxi ham qulay bo'ldi. Bu yoqda boshdan oxirigacha shug'ullantirishadi. Katta jamoa siz bilan. Katta jamoa. Masalan, men gaplashganimda bitta odam edi, keyin u yoqqa hammasi men bilan shug'ullanishga o'tib ketishdi. Katta rahmat jamoaga. Meni shunchalik viza olishimga yordam berishdi. Viza chiqmaydi deb o'ylagandim, lekin chiqdi. Xudoga shukr. Asrorbek, o'qishingiz javob. Rahmat katta sizga. Rahmat.